Cuma Shunday qo'rib mifamlaydigan bo'lsanglar va shishlik bo'ldi juma qo'rish usulim pek oddiy. Ma rangidan chiroylilik qarabla o'xshaganligini sizlar his qila oldinglar-ku deyman. Odatda mifam sayqanda qaysi xil qo'rimni qo'rishni bilmay qolgan bo'lsanglar, cho'qim mushni qo'rib bir sinab yiqinglar. Qiynamsamimiz birlikda tugunaylik. Kitalik materiallarni pokiz yuvib tozalab olgandan keyin kalgushni qaqcho'nlig'i to'g'rab tayyorlab olamiz. Samsaq, zanjivil, bosh piyozlarni muvofiq tayyorlab ko'rsatilgandek to'g'rab tayyorlab olamiz. Ko'klarga men manadek achchiq lazi ishlatdim. Agar achchiq yemaydim deb qolsanglar odat ko'klazni ishlatsanlar o'xshash bo'laverdi a. Arqadan qozon nesib muvofiq may qo'yib, may azroq qizigandan keyin bir qo'shiq shakar silib, yaxshi aralashtirib ko'pik chiqqandan keyin go'shtni silib, go'sht qizirib, rangi o'zgargich qo'rib olamiz. Undan keyin samsaq, zanjivil, bosh piyoz, 2 tal shangyi, bajav, cho'ng ustamning qordaq tetqusini yerim bo'laq atrofida silib, qizil may chiqib, mizlik purqichiq qo'raymiz. Tetutqu va dori darmaklarni sag'andan keyin yuqori o'tni qo'rmaymiz a, o'tirhal o'tni qo'raymiz. Bo'lmasa dori darmaklar kuyib ketib qolsa, qo'rmalarning ta'mi ta'sir etib qoladi. Undan keyin go'shtchilash qaynoq suv quyib tuvoqni eng tuvanatda yarim soat qaynatib go'shtni bak pishirib etamiz. Vaqt to'shqandan keyin budoni tuxumini silib, bo'sh o'tda 5-6 minut qo'rib, suvi quyilgandan keyin eng oxirida ko'klazni silib, birishga aralashtirib etiblam qo'rimini taqsiga olsak tayyor bo'ldi. Go'sht bilan dori darmaklarni yarim soatdan ortiq qaynatgan bo'g'ashqa dori darmaklar ara-aralariga singishib kirib ajoyib yeyishlik bo'lib ketibdi. Oxirida yurak berib saqlab olib, sizlarni oil cho'qim etib bir sinab yiqinglar. Xayr xo'sh.